Germaniyaga kelib janozada qatnashaman deb hech o'ylamagandim. Nemis tilini o'qibsan, moshpayaga ham bora olmaysan deb. Kelasan deb qo'ysa majbur kelardik biz. Bu narsaga o'rganib qolganmiz. Maksimal 200 yevrogacha choy-chaqa topishingiz mumkin. Mana bu BMW motori desam ishonasizlarmi? Даже sartaroshxonalar termiya asosida bo'ladi. Avtobusni 2 qavatlisini ko'rganman, lekin poyezdni 2 qavatlisini birinchi marta ko'rib turibman. 250 yevrodan Kindergeld, ya'ni bola nafaqa puli beradi. Bayersche motor verka bo'ladi. Hamma narsa pochta orqali. Haqiqiy byurokratik davlat. Yevropadagi eng katta masjid yonida turibmiz. Germaniyaning dengizga chiqish darvozasi yoki 632 yilda qurilgan sabor. Mana shuncha qog'oz yozib berdi, qanaqa transportda borish kerak, qani endi edi, na avtobusi nom bor, na metro nom bor. Assalomu alaykum qadrdonlar. Manzil doimiy sayohatlaridan bir oz boshqa makonlarga, Yevropa taraflariga yo'l oldi. Bilasiz, biz doim sayohatlarimizni hech kimga o'xshamagan holatda olib borishga harakat qilamiz. Bu safar sizlarga Germaniya haqida qiziqarli ma'lumotlar bilan birga u yerda ishlayotgan hamyurtlarimiz hayoti, shart-sharoitlari haqida ko'rsatishga harakat qilamiz. Mehnatimizni layk va izohlar bilan qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Qani bo'lmasam, boshladik. Germaniyaning Myunxen hamda Frankfurt shaharlariga Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri reyslar bor. Lekin men uchadigan kunim bu reyslar to'g'ri kelmaganligi sababli Toshkentdan Istanbulga, Istanbuldan Myunxenga uchishga to'g'ri keldi. Bunaqa sayohatlarimdan men esa biletlarni aviasales.uz saytidan topaman. Aviasales.uz saytidan siz nafaqat arzon chiptalar, balki boradigan shahringizdagi mehmonxona yoki otellar, ko'ngilochar joylar, diqqatga sazovor maskanlarni hammasini topishingiz mumkin. Aviasales.uz sayti sizga ko'proq arzon biletlar va ko'plab aviakompaniyalarni taklif qila oladigan servis. Ilk manzilimiz Bavariya o'lkasi. Nafaqat erkaklarning, balki ayollarning ham sevimli brendi BMWning vatani. Futbol ishqibozlari esa bu hudud jamoasi haqida soatlab bahs qilishlari mumkin. Bizni bu yerda namanganlik Humoyun Tursunov kutib oldi. Humoyun Myunxenda boshlang'ich sinflarga dars beradi. Germaniyaga kelganiga 6 yil bo'lgan. Bu markaziy ko'cha hisoblanadi. Myunxenning yuragi, ramzi hisoblangan Marienplatz ayni mana shu ko'chani oxirida joylashgan. Hozir o'sha ko'chaga yetamiz. Mana hozir yetib keldik, Marienplatz. Maydon. Kechagina kechqurun bo'lgandik bu yerda. Birinchi ko'chib kelganingizda qanaqa bo'lgan moslashish, sharoit? Nechinchi yil keldingiz bu yoqqa o'zi? 2019-yil kelgan. Ha. 2019-yil. 6 yil bo'ldi. Ha. Birinchi mana o'zi Gamburg shahriga kelganman, shimolga. Gamburg shahri Bavariya yo'ldagi Myunxen shahridan ancha boshqacha. Odamlari ham arxitekturasi, yashash tarzi ancha farq qiladi.
Shuning uchun moslashish Bavariyaga kelgandan keyin, Myunxenga kelgandan keyin ancha moslashish qiyin bo'lgan. Chunki bu yoqda ko'proq nima deydi? Yangiliklar, undan tashqari ko'proq bu yoqda ish bo'yicha, boshqa bo'yicha moslashish qiyin bo'lgan. Shuning uchun Myunxenda Myunxenda. nima tarafda masalan? Myunxenda ko'proq arrogant deydi, ya'ni bo'y qatlam yashaydi. Shuning uchun bu yoqdagilar bilan masalan chiqishib ketish, ularning muomalasi, boshqasi baribir shimolga qaraganda ancha farq qiladi. Keyin o'sha kecha ham gaplashdik. Hududga qarab oyliklar har xil, Shunaqa. soliqlar ham adashmasam har xil. Soliq bir xil, lekin hududga qarab oylik olish, ya'ni oylik miqdori har xil bo'ladi. Masalan, aytaylik, o'sha Gamburg o'lkasida oylik o'rtacha oylik aytadigan bo'lsak 1800 bo'ladigan bo'lsa, bu ko'rsatkich Bavariyada, ya'ni Bayernda bu ko'rsatkich 2100 tashkil qilishi mumkin. Bu Stuttgartda, ya'ni Baden-Württemberg o'lkasida bu 2200 tashkil qiladi. Shunaqa o'lkalarga qarab turib, oylik miqdori ham, o'rtacha oylik miqdori ham ancha ta'siri bor. Farq qiladi o'zingizda. Oylik farq qilgandan keyin yashash, xarajatlar, uy Shunga yarasha. to'g'rimi? Masalan, aytaylik, kechagina gaplashib o'tdik xuddi shu mavzuni. Germaniyada, ya'ni Bavariya hududida, ya'ni Myunxen shahrida 2 xonali uy olish uchun kamida 1200-1300 nima to'lanadi, ya'ni kvartirali to'lanadi. Bu ko'rsatkich endi Gamburg shahrida yoki boshqa shimol shaharlarda yoki boshqa shaharlarda, boshqa Bundesland, ya'ni federal o'lkalarda ancha pastroq. 800 yoki 900 ga olsangiz ham bo'ladi. Biz hozirgi o'quvchilarimiz, ishlayotgan masalan o'quvchilarimiz 2 xonali, 3 xonali kvartirada turishadi. 700 ga ham bo'lmagan kvartiralar to'lashadi. Lekin bir xil joy, ya'ni aytmoqchimanki, bir xil uy qanaqaligi zamonaviy yoki eski emas, bir xil zamonaviyligi, lekin joyga qarab turib narx o'zgaradi. Shuning uchun bu yoqqa ko'chib kelgandan keyin, shimoldan ko'chib kelgandan keyin bu narsalarga ko'nikish, buni o'zingizga sindira olishingiz, buni ko'nika olishingiz ancha qiyin bo'lgan. Masalan, o'zimda shunaqa qiyin bo'lgan. Endi hozir davom etgan, lekin baribir bir ikki tanishlar yoki bir ikki o'sha biz hamkasblar orqali buni ancha yengganmiz. Ya'ni yordam berishgan, yo'q bu yoqda bunaqa ketadi yoki bu yoqda bu narsa o'tmaydi yoki bu yoqda bu narsa ko'proq e'tibor qaratiladi, shunaqa ma'nolarda. Undan keyin yaxshi bir marta ko'nikib olganingizdan keyin mana hozirgacha yaxshi, Xudoga shukr. Myunxenga kelib BMW muzeyiga kirmaslikning iloji yo'q. Agarda siz ham Bavariya o'lkasiga kelsangiz, BMW muzeyiga kirishni unutmang. Aviatsiya uchun motor ishlab chiqarishdan boshlangan va bugun dunyoga eng sevimli rusumli mashinalar yetkazib berayotgan kompaniya tarixi bilan yaqindan tanishasiz. O'zi nemis avtopromi mashina ishlab chiqarishdan ko'ra yuqoriroq darajaga chiqqan deb o'ylayman, men shaxsiy fikrim. Nimaga? BMW, Mercedes bu shunchaki mashina ishlab chiqarish emasda, bu mashina ishlab chiqarishdagi bir san'at. Qarang, mana bu san'at asarini turishini. BMW 1939-yildagi model. O'sha paytdagi poygalarda qatnashadigan maxsus mashina. Mana bu tarafda uni qanaqa natijalar ko'rsatgani, nechinchi yilda qayerlarda qaysi poygachilar tomonidan yutilgani, bu yoqda o'sha yutilgan medallar, o'sha paytdagi poygaga oid bo'lgan har xil mana bunaqa jurnal, shunga o'xshagan narsalar, mana bu yoqdagi poygalardan har xil suratlar keltirib qo'yilgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, qaysidir davlatda, qaysidir sohada yuqorilagan sari u san'at darajasiga chiqqan bo'lsa, nemislarda, mana shu Germaniyada bu mashina sanoati san'at darajasiga chiqqan. Mana bu BMW motori desam ishonasizlarmi? Kattaligini qaranglar. Mana meni gavdam barabarida kattaligi. Faqat bu
BMW samolyotlari motori. BMW Ikkinchi jahon urushigacha aviatsiya uchun motor ishlab chiqarilgan Bavariya motor zavodi. Mana bu yoqda ko'rishinglar mumkin, buni ko'rishinglar mumkin, buni ko'rishinglar mumkin. Mana 1926, 1933, 1944, 1944-yillarda aviatsiya uchun ishlab chiqarilgan BMW motorlari. Ikkinchi jahon urushidan keyin esa BMW yo'nalishni o'zgartirib, mashinalar ishlab chiqarishni boshlagan, lekin zavod tug'ilishi, dunyoga kelishi bu aviatsiya uchun ishlab chiqarilgan motorlardan boshlangan. BMW muzeydagi mashinalarni o'zini 5 ta eraga bo'lgan. Birinchi era Y12 erasi 1972-1981 yil. Keyingi Y28 erasi bu 1981 dan 1987 yilgacha bo'lgan era. Keyingisi Y34 1987-1996 yillarda ishlab chiqarilgan era. Mana 1994-yilda ishlab chiqarilgan BMW na mashinasi. Y39-96-2003 yilda ishlab chiqarilgan mashinalar. Mana bu mashinani ko'rsangiz bo'ladi. Bu 1998 yilda ishlab chiqarilgan, lekin hozirda biz masalan O'zbekistonda yurib turgan va ko'pchilik boshqaradigan, minadigan masalan Gentra, Cobalt'dagi funksiyalarni ko'pi bunday funksiyalar ularda yo'q. Masalan, buni ichidagi shu avtomat korobkasi, klimat kontrollari, har xil funksiyalarini bizdagi mashinalardan topolmaysizlar. Keyingi era esa Y60 erasi 2003 dan 2010 gacha bo'lgan. Mana bu model 2007-yilda chiqqan. Keyingi era F10 erasi 2010-2016. Undan keyingi era G30 erasi 2016-2023. 2023 gacha bo'lgan era, masalan 2018-yilda ishlab chiqarilgan ushbu model va G60 2023-yildan beri G60 erasi boshlangan va hozirda mana shu era mashinalari chiqib kelyapti BMW zavodidan. BMW Group Vectrup'da, ya'ni BMW Group'i shu zavodi masalan nechidir birinchi yoki o'sha qancha zavodlardan bittasi. Mana shu yerda ishchilar ishlaydi. Ko'rishingiz o'ta katta zavod. Bu yoqda BMW'ning o'zining muzeyi, bu yoqda yana BMW dunyosi muzeylar. Hammasi BMW'ning o'zini nafri shu yerda bitta joyda joylashgan. BMW'ni mana ishchilar obed paytida ko'rasiz, bu yoqda hozirda ko'rdik o'zi. İşçiler abetga yoki dam olishga yoki o'sha kofe ichishga chiqadi. O'shanda tulib ketadi shu yer BMW ishchilari o'zining kiyimi bilan. O'shandan ham bilib olish mumkin. kengaytmasi, tarjimasini aytib bering. Bayercha motor veka bo'ladi. O'zbekchasiga Bavariya motor zavodi bo'ladi. Hozir biz BMW dunyosi binosiga kelyapmiz. Bu yerda asosan yangi BMW mashinalari, mototsiklarini uchratasiz. Only getting started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a knight, it's on sight. If it touch my sleeve, niggas around there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on flats. Hop on the front door, it's like midnight, 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 midnight. Bismillah. Bizga ham nasib qilsin. Asli men BMW ishqiboz emasman. Menga qolsa, pulim bo'ladigan bo'lsa, men solaman, lekin bu ham yaxshi. Nima bo'ladigan? Lekin o'tirgandan keyin men ham kasal qilar ekan. Hozir o'tirishni boshladim, o'tirdim. O'zi kasal qilishni boshladi. Yaxshisi Merska qayta qolamiz. Hozir o'tirib qolsak, keyin BMW olgimiz kelib qoladi. Qo'ysak.
Kechga borib Myunxen shahrida istiqomat qilayotgan hamyurtlarimiz bilan ko'rishdik. To'g'risi bu yerda asosan IT sohasida ish olib borayotgan hamyurtlarimizni ko'rish juda xursand qildi. bu tarafdan kirasiz. Germaniyada ham xuddi Yaponiyaga o'xshab eskalatorda shoshmayotgan bo'lsangiz o'ng tarafda turasiz. Agarda shoshayotgan bo'lsangiz chapdan o'tib ketsangiz bo'ladi. Shuning uchun mana shu qoidaga amal qilishadi. Shoshayotgan insonni o'tkazib yuborish uchun imkon boricha o'ng tarafdan eskalatorga tushib ketiladi. Erta tongda Germaniyaning boshqa bir shahriga yo'l oldim. Bu Germaniyadagi eng katta vokzallardan biri, Myunxen markaziy vokzali. Mana shu qatorni o'zida 13 ta poyezd yo'li bor. 13 ta. Bu bitta qator xolos. Bundan tashqari yana ko'plab yo'llari bor. Bu yerdan tez yurar poyezdga o'tirdim. Boradigan manzilimda esa litseyda birga o'qigan kursdoshim va uning hamkasblari kutib olishadi. Keling shu joyda Germaniya jamoat transportlari haqida ozgina so'zlab bersam. Germaniya jamoat transportlari dunyodagi eng samarali va qulay va tartibli tizimlardan biri hisoblanadi. Bu tizim nafaqat fuqarolar, balki turistlar uchun ham juda qulay, yengilliklar yaratadi. Jamoat transportining qulayligi shundaki, u yagona bilet tizimi bo'yicha ishlaydi. Bir bilet bilan S-Bahn, U-Bahn, tramvay, avtobuslardan foydalanish mumkin. Germaniya transporti qat'iy jadval asosida ishlaydi. Poyezd yoki avtobus 1-2 daqiqaga kechiksa, u alohida holat hisoblanadi. Google Map, ya'ni Google xarita orqali jamoat transporti bilan yo'nalish tanlab, xohlagan joyingizga bemalol boraverasiz. Germaniyada salkam 15 kun yurgan bo'lsam, biror kishidan yo'l ko'rsatib borishni so'ramadim va bunga hojat ham tug'ilmadi. Biletsiz yurganlik uchun jarima 60 yevro yoki undan ham ko'proq. Lekin ba'zida kun bo'yi jamoat transportida yurib ham nazoratchiga duch kelmasligingiz mumkin. Germaniyada odamni qadri nogiron kolleksiya bilan yoki velosiped bilan poyezdga chiqadigan bo'lsangiz, ular uchun maxsus joy qilingan. Mana bu yoqda qolgan odamlar uchun maxsus o'zlarini masalan o'rindiqli chiqib o'tirishadi, sumkalarini tepaga qo'yishlari mumkin. Bu yoqqa bo'lsa o'sha nogiron aravachasi bor yoki velosipeddagilar o'tiradi. Hozir biz Bamberg shahridan Schweinfurtga qarab ketyapmiz. Bu yoqdagi namanganlik qadrdon do'stlarimizni ko'rish uchun. Men nimaga bu yerga o'tirib oldim? Bu yoqda mana bunaqa katta yuk uchun joy yo'q ekan. Shuning uchun sheyga qo'ydim, qulayroq ekan. Nariga bundan oldinga chiqqan poyezdimda bo'lsa, yuk qo'ygan alohida joy bor ekan. Shunaqa gaplar, odam qadri, velosipedchini qadri bu yerda juda zo'r ekan. Yo'q, shu taraf menga. Mana men do'stimni Germaniyaga ko'rgani keldim. Bu shahardagi hamyurtlarimiz do'konlarga mahsulot yetkazib beradigan omborda ishlashadi. Do'stim Avazbek ham yoshligidan nemis tili o'rgangan va Humo Bildung o'quv konsalting firmasi orqali Bavariya o'lkasida ish topgan. Bitta avtorak bajariladigan vaqtcha shug'ullanadi. 5-nima qatorda to'g'risi. Ko'pchiliginglar ko'rgan bo'lsanglar kerak, Rossiyada ishlaydigan migrantlarimiz ba'zida yashash sharoitlarini videolari chiqib keladi. U videolarni ko'rib tabingiz xira bo'ladi. Chunki bitta xonada 8 kishi, 10 kishi juda bir tiqilinch holatda yashayotgan bo'ladi. Lekin Germaniyada ham ish beruvchi, ham davlat tomonidan ishchini yashash sharoitiga katta e'tibor beriladi. Hozir biz Humo Bildung tomonidan kelgan ishchilarni sharoitlarini ko'rish uchun kirganmiz. Mana shu xonalar, bu yer mana oshxonalari, bu yerda ovqatlanishadi. Bu yoqda mana kotyol, xolodilnik,
Mana do'stimiz ekskursiya qildiryapti bizni. Bu yoqda mana kiradigan mashinalar, yana bitta xolodilnik. Mana bu joy endi oshxonani bu yoqqa ko'chirasizlar-da, to'g'rimi? Ovqat yeydigan joy ko'proq bo'lganligi uchun Ovqat yeydigan oshxonani bu yoqqa. Bu yoqda ovqatlanasizlar. Tushunarli. Hozir o'sha sanuzeldan ikkita sanuzel, ikkita sanuzel, bitta mehmonga hojatxona qo'shimcha 3 ta bor. 3 ta, ana. Ya'ni ikkita sanuzel, bitta alohida mehmon kelib qoladigan bo'lsa, unga alohida hojatxonasi bor ekan. Qisqasi, sharoit juda ham zo'r. Yana bitta narsani aytib ketaman, mana shu ajoyib xonadonda agarda O'zbekistondan keladigan ishchi o'z oilasi bilan kelib yashaydigan bo'lsa, unga yana plus bo'ladi va sheriklari bilan kelib ishlagandan ko'ra plus taraflari, foyda taraflari ko'proq. Misol uchun, mana do'stim aytayapti, agarda siz o'zingiz emas, oilangiz bilan kelib ishlaydigan bo'lsangiz, davlat bunga ancha yengillik qiladi. Farzandlaringiz bilan keladigan bo'lsangiz, voyaga yetmagan farzandlaringiz bilan ularga qo'shimcha pul to'laydi, to'g'rimi? Shu tarafi bu biz hozir ishlab turgan Germaniya davlatining shu tarafi juda yaxshi, eng gapirsa bo'ladigan taraflardan. Oilani birlashtirishingga davlatda o'zi ham juda katta yordam beradi. Oilang birlashgandan keyin ham oilaviy ijtimoiy ko'mak juda katta. Oilang keladi, oilang kelgandan keyin bitta ana shu sen to'layotgan sug'urtani o'ziga oilang biriktiriladi. Misol men o'zim uchun 300 euro to'layotgan bo'lsam, ikkita farzandim, bir ayolim keladigan bo'lsa, ular ham ana shu 300 eurolik sug'urtani ostiga birikib ketadi. Ular ham kasal bo'lsa, o'sha sug'urta nimasi bilan borib, sug'urta hujjati bilan borib, vrachga ko'rinib, tegishli ijtimoiy yordamlarni olishi mumkin bo'ladi. Bu yoqqa kelgandan keyin har bitta farzanding uchun Germaniyada 250 eurodan Kindergeld, ya'ni bola nafaqa puli beradi. Agar farzanding 3 yoshga yetmagan bo'lsa, yana 250 euro qo'shimcha, jami bitta farzandingga, 3 yoshga yetmagan bitta farzandingga 500 euro. U 250 qo'shimchasi u farzanding Bavariyada yashayotganligi uchun. Bavariyada yashayotganligi uchun 250 euro beradi. Bavariyada yashasa agar boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsa, ularda bermaydi. Ya'ni sen bu davlat fuqarosi emassan. Yo'q. Buni qizig'i yo'q. Shu yerda ishlab soliq to'layotgan bo'lsang bo'ladi. Buni ahamiyati yo'q. Sen shu yerda ishlab, shu yerda soliq to'layapsanmi? Senga beriladi bu ijtimoiy ko'mak. Ijtimoiy yordam senga beriladi. Ishonasanmi? Boshda kelganimda hayron bo'lganman. Bizdan so'rashganda, o'sha paytlar ish ko'payib ketgan, bayramlarga to'g'ri kelib qolganda. Bayramlarga to'g'ri kelgani uchun bizda oshiqcha ish vaqtini, buyerda Germaniyada oshiqcha ish vaqtini Oberstunde deydi. Ya'ni qo'shimcha ishlash. Qo'shimcha ishlaganing, har bitta qo'shimcha ishlaganing senga soat hisoblanib boradi-da, u yig'ilib, misol 30 soat bizga har oy turishi kerak. Ya'ni kasal bo'lib qolsak, biror kun qolib ketadigan bo'lsak, ana shu Oberstundamizni 30 soatini 8 soatidan olib qolib, qolganini yana keyingi oyga qoplaydi. 30 soatdan oshgan har bir soat Oberstundamizni biz har oy oyligimizga qo'shib, oylikka qo'shimcha pul tushirib beradi. 5 kunlik ish rejimi Germaniyada, biladi hamma. 5 kunlik ish rejimidan 6 kunlik ish rejimiga 6-kuni ham ishlash kerak bo'lib qoladi-da, zakazlar ko'payib ketdi. Boshliqlar yurib aylanib, shanba kuni ishga kelasanmi? Kelgan deb iltimos qilardi-da. Shanba kuni ishga kelgan. O'zbekistondan kelgan odam uchun haliga g'alati tuyuladi-da. Kelasan deb qo'ysa majbur kelardik biz. Bu narsaga o'rganib qolganmiz. Shanba kuni ishga kelasanmi? Anaqa berarkan, manaqa berarkan deb maqtanib qo'yadi. Oshxonaga bir oylik putovkalar bor. O'sha bir marta kelsang, bir haftalik oshxonaga tekinga ovqatga bunaqa jeton beradi. Undan tashqari oylik ham o'sha 8 soat Oberstundan ham bor o'shaning ichida. Undan tashqari ham qo'shimcha narsa beradi. Ba'zida Lebensmittel beradi. Oziq-ovqat beradi yoki idish yuvish, kir yuvish vositalari katta ajoyib. Ya'ni o'sha bir kun ishlab berganinglar uchun. Bir kun ishlab berganing uchun.
esa Abdulaziz. O'zi Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidan. Nemis tili o'rganib yurgan paytlarida hatto yaqinlaridan dakki ham eshitgan. Nemis tili o'rganib nimaga erishasan degan har xil gaplarni eshitishiga ham to'g'ri kelgan. To'g'risini aytadigan bo'lsam, Germaniya kelish o'ylamagandim ham. Chunki nemis tili fakultetini bitirdim. Bitirganimdan keyin maktablarda ish topa olmadim. Biz o'sha payt bitirgan paytim maktablarda dars soatlari qisqargan, hamma ingliz tiliga o'tib ketgan. O'qiyotganimda hatto eng yaqinlarim aytganda ham, endi ochig'ini aytish kerak-ku, sen nemis tiliga qaydan ish topasan, shuncha o'qiding, nima qila olasan, qayerga bora olasan deb. Bu paytlarda chiqib ketish birmuncha qiyin edi. Hujjatbozliklar qiyinroq edi. Keyin yaqinlarim hatto qo'pol ham o'xshatib, nemis tilini o'qibsan, moshpayaga ham bora olmaysan deb hazil-huzul qilishardi, kulishib. Sizlar qarab turinglar dedim. Bir kun shu gapinglarga afsus qilasizlar dedim. Men zo'r joylarda yuraman dedim, Yevropani aylanaman dedim. Sizlar moshpayada yurasizlar deb, men ham hazil qildim. Haqiqatda 2 yilcha qiynaldim, keyin birdan yangilikni eshitib qoldim. Humobildan o'quv markazi tashkil topibdi, kompaniyasi tashkil topibdi, odamlar Yevropaga, ya'ni Germaniyaga o'qigani, ishlagani jo'natar ekan. Keyin o'quv markaziga bordim. O'quv markazida Sohibjon domla bilan tanishdim. Ustozdan yaxshilab ko'nikmalar o'rgandim, tilimni qayta mustahkamladim, sertifikatlar oldim. Undan keyin ish beruvchi bilan suhbat uyushtirib berdilar ustoz o'zlari. Bu yerda Humobildan kompaniyasi International People kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlar ekan. Lager logistika sohasida ish beruv Bavariya o'lkasida ish beruvchi bilan suhbat bo'ldi. Suhbatdan o'tdim. Mana kelganimga 1 yil bo'lgan bo'lsa, butun Germaniyani aylanib, hatto qo'shni davlatlarga ham chiqishga muvaffaq bo'ldim. Italiyada bo'ldim, Shveysariyada bo'ldim, Avstriyada bo'ldim. Endi xudo xolisa keyingi harakatim undan keyin yaqin davlatlar, mana Ispaniya, Fransiya va Vengriyaga o'tish. Mana shu hafta Vengriyani mo'ljallayapman, rejalashtiryapman. Xudo xolisa Vengriyaga ham boraman. Do'stlarimiz bilan xayrlashib, Ko'lin shahri tomon yo'lga otlanamiz. Germaniyada shaharlararo qatnov bo'ladigan bo'lsa, eng arzon transport vositasi bu Flixbus hisoblanadi, ya'ni avtobus. Bu nafaqat Germaniyada, balki Yevropaning hamma davlatida desa ham bo'ladi. Shu bilan birga Amerika, Kanadada ham o'zini ish faoliyatini olib boradigan katta kompaniya. Hozir masalan Bavariya o'lkasining kichik bir tumanidan Ko'linga qarab yuradigan bo'lsak, mana shu yo'limizning narxi 23 yevroga tushyapti. Bu biz pulimizga adashmasam shu 300 mingdan oshiqroq bo'ladi. Yevropadagi avtobusning narxi. Menimcha arzon, chunki men o'zim O'zbekiston ichida ko'p shaharlararo qatnayman, poyezdda, yengil avtomobilda. Agarda shunaqa qulaylikdagi avtobus bo'lganda va yo'llar shunaqa talabga javob berganda, mana shu narxga qatnagan bo'lardim. Chunki hozir o'zingizlar ko'rasizlar qanaqaligini. Mana Flixbusimiz keldi. Hozir endi yo'lga chiqamiz. Men 5 minut qolayotgandi, kech qolyapti. Kech qolsa kerak, yetib kelmasa kerak degandim. Lekin gap yo'q. O'z vaqtida yetib keldim. Ko'l xalqaro aeroportida yetib keldik. Flixbusda Konrad Adenauer nomidagi aeroport, Germaniyadagi kattaligi bo'yicha 6-chi aeroport hisoblanadi. Bu yerdan esa shaharga qarab poyezdda yo'l olamiz. Avtobusning 2 qavatlisini ko'rganman, lekin poyezdning 2 qavatlisini birinchi marta ko'rib turibman. Mana oldimdagi poyezd, sal nariroqda ko'rsataman, 2 qavatli. Mana bu joyda yaqqol ko'rinadi. Mana pastdagi oyna birinchi qavati, tepasi ikkinchi qavati. Keyin bu poyezdlarda zo'r tarafi bor-ku. Mana velosiped, kolyaska bilan
shunaqa holatda yukingiz bilan chiqishga juda ham qulay qilingan. Bemalol ishga velosipedda mana shu vokzalgacha kelib, vokzaldan ishga borib, velosiped bilan tushib, ishga kirib, yana qaytib chiqsa bo'ladigan holatda sozlangan. Mana men chiqishim kerak bo'lgan poyezd yetib keldi va chiqishni boshladik. Koln madaniyatlar va tarix bir nuqtada kesishgan shahar. Bir qismida 600 yildan ziyod muddatda qurilgan sabor joylashgan bo'lsa, ikkinchi qismida Yevropadagi eng katta masjidlardan biri joylashgan. Koln shahrida gastronomiya bilan shug'ullanayotgan hamyurtlarimiz meni kutib olishdi. Germaniyaga kelganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, o'z yo'lini topgan yigitlar bilan suhbatlashdik. Qalay endi Koln? Koln shahri menga juda ham yoqdi. O'zgacha taassurot, tabiati zo'r, odamlari juda do'stona. Menga yoqdi, juda chiroyli shahar. Kelishdan oldin rosa hayajonlanganman, ikkilanganman, chunki yangi millat, yangi o'sha madaniyat, yangi ish joy, yangi kollegalar, shuni hisobiga rosa ikkilanganman, lekin Xudoga shukr, mana ko'rib turganingizdek moslashib ketdik. Kelganimga 2 oy bo'ldi, lekin shu 5 yildan yurgandayman. Ochig'ini aytsam, shu do'stlarim, hamkasblarim hammasi bilan chiqishib ketganmiz. Xo'p, biz bu yerga yetib kelganimizda ish beruvchimiz bizni aeroportdan to'g'ridan-to'g'ri kutib oldi va bizni yotoq joyimiz bilan tanishtirib, u yerga joylashtirib ketdi. Ertasi kundan ishga chiqdik. Xo'p, oyliklarimiz shu bruttoda 2580 euro, nettolarda bu 1800 atrofida chiqib qoladi. Bundan tashqari shu o'zingiz kundalik xarajatlar qilasiz, yeb-ichishingiz, oziq-ovqatlar, xo'p, kvartira, shunaqa rasxodlaringiz bo'ladi. Endi uyga 1200, 1500 atrofida chiqarsangiz bo'ladi. Gastronomiya sohasida ishlayapman, xabaringiz bor. Gastronomiya sohasi juda qiziqarli, chunki har xil mehmonlar keladi, ular bilan aloqada bo'lasiz, o'zaro madaniy almashinuv bo'ladi. Menga juda yoqadi gastronomiya sohasi. Nemis tilini 1 yil mobaynida Humo Building Consulting markazida o'rgandik. Hozir til darajam B1 darajada tashkil qiladi. Sertifikatni qo'lga kiritdim. Shu sohibjon ustozimning yordamlari, ko'maklari, o'sha darsliklarni o'rgangan holatda. Xo'p, biz o'sha ish topishimizdan tortib to shu yerga yetib kelganimizcha Humo Building hamda International People firmasini hissasi katta deb o'ylayman. Servisda kuchiga bo'lgan talab juda ham katta. Xotirjam shu O'zbekistonda turizm sohasi yoki mehmonxona sohasi, restoran, boshqa kabi sohalarimiz bor bizda yetarli. Ko'pchilik shu o'qiydi. O'shalar diplom olgandan keyin oliy ma'lumotli, tajribali ishchi sifatida kelib bu yerda o'z faoliyatlarini davom ettirishlari mumkin. Bunga sharoitlar juda keng. Faqat talab shu nemis tilini o'qish bo'ladi, til sertifikatini qo'lga kiritish bo'ladi. Birinchi olganingiz O'zbekistonda olganmisiz, olmaganmisiz? Choychaq olganman. U darajada ko'p emas bizda. Lekin bu yerda xo'p, haftalik 100, 140, 150, maksimal 200 eurogacha choychaqa topishingiz mumkin. Oylikdan tashqari, shunchaki cho'ntak puli deymiz-ku biz. 200 euro, 150, 200 euro atrofida olsangiz, u haftalik xarajatingiz, undan orttirib uyga ham chiqarishingiz mumkin. Oziq-ovqatingiz, boshqa xarajatlaringizga oylikdan tashqari, oylikka teginmaysiz. Shuni o'zi yetadi. Chin ko'ngildan tashlab chiqib ketadi. Ha, chiroyli xizmatimiz uchun u yerda hamma xizmat qiladi. Statsion kelner deydi, asosiy ofitsiant, bosh ofitsiant, runnerlar, oshpazlar hammasiga u chivi bir kishi tomonidan yig'iladi, teng taqsimlanadi. Chunki servisda hamma ishtirok etadi. Bardagi inson ham, kuxnyadagi inson ham, shunga hammaga teng bo'linadi chivi. Bu yerda yaxshi xizmat qilsangiz, shunaqa chin ko'ngildan tashlab ketishadi. Bu ko'prikning nomini Muhabbat ko'prigi deyishar ekan. Ko'prik boshidan oxirigacha, mana tepalarigacha qulf, ya'ni sevishganlar kelib mana shu joyga qulf qadab ketishar ekan. Aslida o'ziga xos, qiziq, antiqa taraflari. Mana
yonida esa poyezd yo'li, bir adashmasam bir 5 qatormi o'zi ham har minutiga 4 ta 5 ta poyezd o'tib turadi. Adashmasam metroning qaysidir qismi ham shu yerdan o'tadi. Bu yoqda esa Köln sabori, Muhabbat ko'prigi va Rayn daryosi. 632 yilda qurilgan sabor, ya'ni nasroniylarning cherkovi. 632 yil. Buni haybatini, qanchalik kattaligini oldi tarafdan, ko'prik tarafdan unchalik ko'rinmas ekan, lekin binoning orqasida haqiqiy salobati bilinib turar ekan. Arxitekturasiga gap yo'q. Arxitekturasi umuman odam hayratlantiradigan. Bu yoqda esa eng katta vokzali, mana shu joydan shaharlararo qatnovlar yo'lga qo'yilgan. Mashina shovqinidan uzoqroqda, shahar o'rtasida bo'lishiga qaramasdan odamlar kelib, dam olib, farzandlarini aylantirib ketishi uchun ajoyib joy ekan. Köln shahrining markazida. Bizdagi bog'lar, O'zbekistondagi mana shunaqa bog'lardagi kerak bo'lsa attraksionlarning o'rniga shunaqa joy qilish kerakmi deb o'ylab qoldim. Chunki qushlar ovozi, olmaxonlar, tinchlik, yashil maydon, erta-indin bahor kelib daraxtlarda yashillik boshlansa, undan ham chiroyli bo'ladi. Miyaga dam beradigan joy bo'ladi. Menimcha bizdagi shaharlarda ham shunaqa yashil hududlar bo'lishi kerak. Hamma narsadan xoli, faqat daraxtlar, maydon va odamlar. Attraksionlardan xoli. Yevropadagi eng katta masjid yonida turibmiz. Hozir sizlarga ichkarilarini ham ko'rsataman va ko'rsatishdan oldin ozgina bu masjid haqida ma'lumot. Masjid 2018-yilda ochilgan. Ochilishida Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an qatnashgan. Bunga sabab nima deb aytadigan bo'lsanglar, bu yerdagi musulmon jamoatining asosiy qismi turklardan iborat. Köln shahrida juda ham ko'p turklar istiqomat qiladi. Hozir jumadan keyin bir 4 tami janoza namozi o'qildi. Hammasi mana shu joyda yashaydigan turk millatiga mansub insonlarning janozasi. Masjidga keladigan bo'lsak, masjidda 2 ta minorasi bor. Ikkala minorasi ham 55 metrdan, gumbazi esa oynadan qilingan. Mana bu devorlarining ma'lum qismi ham oynadan qilingan. Bu modern usulda qurilgan, Usmoniy arxitekturaga oid bo'lgan holatda qurilgan masjid bo'lib, ichiga 2500 dan 4000 gacha bo'lgan namozxon sig'adi. Birinchi etajda, ya'ni birinchi qavatida asosan erkaklar namoz o'qisa, ikkinchi qavatida ayollar namoz o'qiydi. Masjiddan tashqari bu yerda kutubxona, oshxona va ma'muriyat binosi joylashgan. Yana bitta ma'lumotni aytib ketaman. Germaniyada 2800 ga yaqin masjid bor. Musulmonlarning soni esa 4,5 millionga yaqin. Qisqasi, Germaniyaga keladigan bo'lsangiz, Kölnga keladigan bo'lsangiz, mana shu Yevropadagi eng katta masjidga kelib ziyorat qilishni, tomosha qilib ketishni tavsiya bergan bo'lar edim. Nasibamiz bor ekan, aynan juma kuniga to'g'ri keldi bu yerga tashrifimiz. Jumani shu yerda o'qish nasib qildi. Belki günlük yiyeceğini sağlayabildiği bir tane ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. Germaniyani chekka bir tabiati ajoyib qishlog'iga keldim. Bu yerda hamyurtlarimiz qassobchilik qilishadi, ya'ni go'sht, mol so'yib, undan go'sht tayyorlab, eksport qiladigan va atrofdagi bozorga yetkazib beradigan katta bir zavodda, ya'ni fermada ishlashadi. Ana shu insonlar bilan ham ko'rishib, ularning suhbatini olish va atrofdagi tabiatni ko'rsatish uchun shu yerga keldim.
Biz qassobchilik qilamiz. Asosiysi go'sht mahsulotlarini maydalash, sotuvga tayyorlash bilan shug'ullanamiz. Nemis tilini faqat o'sha Humo Building o'quv konsalting markazida o'rganishni boshlab kelib o'sha ishga nima qilish boshlangandan keyin o'sha yerda o'rganganmiz. Humo Building o'quv konsalting markazida o'rganganmiz nemis tilini. Kelganimizga mana 3 oy bo'layotgan bo'lsa, 3 oyda o'sha ikkita pozitsiyani o'rgandik, yaxshi o'rgandik. Ko'pchilik bolalarda xuddi shunaqa narsa. Go'shtlar ko'proq bizdan tayyorlangan go'shtlar ko'proq eksportga anaqa qilinadi. Sababi sifat juda ham yaxshi bizda. Ko'proq eksportga ketadi, Yaponiyaga, boshqa davlatlarga ketadi. Men yoshligimdan o'zi qassobchilikka qiziqib, endi bizda qarindoshlarda ko'pi qassob, o'shanga shular bilan birga yurib nima qilganimiz uchun, yoshlikdan qassobchilik qilganimiz uchun bizda unaqaligi nima bo'lmadi, shokovoy sostoyaniya bo'lmadi. Oddiy qabul qilindi hamma narsani. Lekin beda ancha haligi murakkabroq. Bizdaga qaraganda, O'zbekistondagiga qaraganda beda mollarni so'yish, bo'laklarga ajratish ancha murakkabroq bu yerda. Odamdan ko'proq kuch, tajriba, tezlik talab qilinadi anchagina. 2005-yilda Andijon davlat tillar pedagogika institutiga kirganman. 4 yil o'qib bakalavr diplomim bor. Taqdir taqozosi bilan shu Rossiya Federatsiyasiga ishlashga borganman. Shu o'tgan yili uyga kelganimda bir ustozimiz bor, Sohibjon aka Tursunov. Shu kishining oldilariga bordim. Shu kishi bizi eski ustozimiz Namangan shahrida o'quv markazi tashkillashtirishgan ekan. Bu yerga borib, boshqalardan nemis tilini o'rganib, Humo Building o'quv konsalting markazida nemis tilini boshqalardan takroriy o'rgandim. Keyin Humo Building o'quv konsalting markazini Germaniyada International People agentligi ish o'rinlarini topib, qulay sharoitlarda ishlarga joylashtirish bilan shug'ullanadigan firma ekan. Shular orqali biz bu Germaniyaga ishlash uchun qulay sharoitlarda qonuniy ishlashimizga yordam berishdi. Ular bilan suhbat qurar ekanman, Germaniya naqadar byurokratik davlat ekaniga amin bo'laman. Biz o'ylagandek keraksiz qog'ozbozlik emas, balki har bir hujjat amalda ishlaydigan tizim haqida gap ketmoqda. Lekin shu yerda bizning bank tizimimizdagi xizmatlar ancha oldinda ekaniga amin bo'ldim. Misol uchun Hamkorbankdan 3 soatda viza karta olib chiqib ketgan bo'lsam, bu yerda hamyurtlarimiz ish haqi plastik kartasini olish uchun salkam 1 oy vaqt sarflashgan. Sim karta olish uchun ham sizning uyingizga oldin xat keladi. Tasdiqlash uchun sizni yashash joyingizga o'sha orqali sim karta olasiz. Bankdan keladigan xatlar ham o'ziga yarasha juda ham ko'p. Byurokratiya juda ham kuchli. 2,5 oylarda oldik shekilli kartamizni to'liq registratsiyadan o'tkazdirib nima qilishni 2,5 oycha vaqt ketdi. Bitta oylik karta olish uchun. Bitta oylik karta olish uchun 2,5 oycha vaqt ketdi. Sababi bizga kelishi bo'lgan kerak bo'lgan kodlar ozgina kechikibroq keldi. O'shani hisobiga 2,5 oycha. Normal holatda. Normal holat. Bunga hamma hali oddiy qaraydi. Haligi nimasi yo'q. Nima desam bo'ladi haligi bir. O'zida bir haligi boshqacha taassurot bilan boshqa narsa bilan qaramaydi. Hamma yo'q shunaqa. Sim kartani ham 8 kun yo 10 kunda oldik. Shunaqa. Sababi sizni yashash joyingizga kod boradi. O'sha kod bilan keyin pochta markaziga borasiz. Yerdagilar sizning sim kartangizni, yashash joyingizga kelgan kodni, o'sha narsani ko'rib tasdiqlab, keyin registratsiyadan o'tkazib berishadi sizga kerak bo'lgan narsalarni. Nima dedi o'sha narsani? Ya'ni hamma narsa navbatga qo'yish bilan. Termin asosida. Даже sartaroshxonalar termin asosida bo'ladi. Terminingiz bo'yicha borasiz, navbatingiz bo'yicha borasiz, o'sha paytda sizga xizmat ko'rsatishadi. Doktor, boshqalar ular to'g'risida o'ylamasa ham bo'ladi. Masalan, bir joyingiz qattiq og'riyotgan bo'lmasa, birinchi yordam ko'rsatish kerak bo'lmasa agar, siz o'zingiz navbatingizni kutishingizga to'g'ri keladi. Germaniyaga kelgandan keyin
Shvetsariyaga kelmaganimda o'zimni kechira olmas edim. Shu sababli qisqa muddatli bir kunga kelib ketyapman Shvetsariyaga. Nima uchun? Bu yerdagi jarayonlarni o'rganish, qaysi poyezdga chiqsam qanday bo'ladi, qaysi avtobusda yaqinroq yetib kelsa bo'ladi, shularni o'rganish uchun keldim. Lekin xudo xolasa Shvetsariyaga alohida sayohat qilaman. Alohida kelib hech bo'lmaganda 4-5 kunlik sayohatda mana shu joylarni ko'rib ketaman. Chunki bu yerga 1 kun, 2 kunda kelib tomosha qilish iloji yo'q. Kelganday bo'lmaysiz. Shu sababdan yozda nasib qilsa Shvetsariya tog'lariga sayohat qilamiz. Hozir esa yo'lda ko'rgan va tasvirga olgan Shvetsariya tog'lari ajoyibotlarini sizlarga taqdim etaman. Germaniyadagi oxirgi manzilimiz. Germaniyaning dengizga chiqish darvozasi yoki ko'priklar shahri deb ataladigan Gamburg shahridamiz. Ajoyib manzara, ko'priklar, o'ziga xos landshaftlar, mana bu Elba daryosining bo'yidagi uylar, hammasi o'ziga xos. Men bu yerda yetkazib berish xizmatida ishlayotgan bir hamyurtimiz bilan suhbat qilish uchun kelgandim. Yana bir inson bilan tanishib qoldim. U inson esa Ukrainadagi urush sababli bu yoqqa ko'chib o'tishga majbur bo'lgan va hozirda Gamburgda yashayotgan bir inson bilan suhbat qilamiz. Birinchi o'rinda sizlarga shahar ozgina bo'lsa tanishtiraman va keyin suhbatlarimizni sizlarga havola etaman. Gamburg Yevropadagi temir yo'l kesishmasi joylashgan eng katta shaharlardan biri. Hozir biz uni eng katta stansiyasida turibmiz. Hozir men sizlarga uni ko'rsataman. Gamburg shahri boshqa hududlarga qaraganda ancha sovuq, migrantlarni ko'p uchratadigan shahar ekan. Bu shahar mening yodimga bir oz tartibsiz, Germaniyaning boshqa shaharlaridan ajrab qolgandek tuyuldi. Bu yigitning ismi Ozbek, Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan. Hozirda yetkazib berish xizmatida ishlaydi. Kelganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, Gamburg ko'chalarida navigatorsiz yurishni boshlagan. Oldindan chetga chiqishga, Yevropaga ishga kelishga qiziqqanman. 23-yil Rossiyadan kelganimdan keyin davlat tomonidan o'quv kurslari haqida eshitganimdan keyin o'qishga harakat qildim. O'qishni boshladim 2023-yil noyabr oyidan o'qishni boshladim. Keyin 6 oy o'qidim davlat tomonidan. Davlat to'lov qilib berdi. 6 oy o'qiganimdan keyin imtihon topshirdimda A2 sertifikatini oldim 6 oy ichida. Yana 3 oy o'qidim. B1 sertifikatini oldim. 3 oydan keyin umumiy hisobda 9 oyda B1 sertifikatini oldim. B1da yarmini oldim endi. Ikkita tayil bo'yicha sertifikatini oldim. Lekin shu bilan Humobuilding bilan shartnoma qildik. O'zi Humobuildingda o'qiganman. Humobuilding bilan shartnoma qildik. Ish topib berish bo'yicha o'sha konsalting xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha shartnoma qildik. Shu bilan dokumentlarimni topshirdim. 2024-yil oktyabr oyida, o'sha 1 yildan keyin esa dokumentlar, hujjatlar topshirganimdan keyin yanvar oyida hujjatlarim chiqdi. Yanvar 18-sida hamma hujjatlarim tayyor bo'lgandan keyin posolstvoga terminga registratsiya qildik. Terminim 30-ga belgilandi. 30-kuni posolstvoga borib keldim, elchixonaga, ya'ni Germaniya elchixonasiga. 30-kuni hujjatlarimni hammasini topshirib chiqdim. 12 fevralga vizam chiqdi.
Xulasa ishchi vizasini oldik 12 fevral kuni. 22 fevral kuni yetib keldim Germaniyaning Gamburg shahriga hozir. Shu. Hozir nima ish bilan shug'ullanyapsiz? Shu ish haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Xo'p, hozirda men Germaniyada Hermes logistik firmasida kuryer bo'lib ishlayapman. Kuryer sifatida kuryer bo'lib ishlayapman hozirda. Qiladigan ishlarimiz ertalab soat 9:30lar ichida skladga, omborga borib bir kunlik yetkazib beriladigan paketlarni, ya'ni paket deyiladi bu yerda, pochta nimalarini ortib mashinaga yuklab, o'sha kun davomida navbati bilan tarqatish. Shu o'zini egalariga yetkazib berish. Bu paket deganda ichida xatdan, oddiy bir xatdan tortib o'sha 30 kilogrammgacha bo'lgan yuklar kiradi. Shunday pochta paketlarni tarqatamiz, egalariga yetkazamiz. Germaniyada pochta ishlaydi-da o'rtoqlar. Nimaki hal qilmoqchi bo'lsanglar, masalan, karta ochirmoqchimisizlar, sim karta olmoqchimisizlar, hamma narsa pochta orqali. Haqiqiy byurokratik davlat. Bitta plastik olib, uni telefonga, programmaga ulab ishlatish uchun o'rtacha 1 oy vaqtinglar ketadi. Germaniya shunaqa davlat. Byurokratiya ishlaydigan haqiqiy qog'ozboz davlat. Lekin ishlaydi. Buni yaxshi tarafini bu yoqqa kelib ishlab yashab ko'rgan insonlar bu rostdan ham byurokratiya ishlasa yaxshi bo'ladi degan javobni aytishdi. Ukrainadagi urush sababli bu yerga kelib qolgan Azamat amaki boshidan o'tkazgan voqealarni aytib berdi. Germaniya, Gamburg shahri. O'zbek oshini ustida 3 o'zbek yig'ilganmiz deydi-yu. Ana Azamat aka deyaveraman endi. Azamat aka Namangandalar. 2004-yilda chiqib ketgansiz O'zbekistondan. 2004-yilda chiqqan bo'lsalar, orada Ukrainada yashaganlar va 2 yil bo'lyapti Germaniyadalar. Hozir mana 3-yili yo'qlab keldik, mehmon qilyaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa O'zbekistonga borsalar biz ham mehmon qilamiz. 22-yil urush boshlandi. Ishlar to'xtadi hammasi. 6 oy keyin o'sha yerda biz o'tirishga majbur bo'ldik. Chiqib ketish imkoniyati bo'lmadi. Keyin 6 oydan keyin yo'lga qarab chiqdik. Xersonda Rossiyani qo'lida, Zaporojye Ukraina qo'lida. O'sha Zaporojyega orasi shu Namangandan Toshkentgacha bo'lsa kerak. 250-300 kilometr. O'shani 8 kunda o'tdik. Nima desa yo'lni to'siq, 1000 ta mashina o'chiritdi. Undaylik chegara bo'lib qolgan. O'sha yerda xohlasa kuniga 20 ta mashina o'tkazadi, xohlasa o'tkazmaydi. Shunaqa qilib o'sha yerda bir qishloqda joy olib 8 kun o'sha yerda yashadik. Endi shopirlarimiz har kun chiqadi, o'chiritda turadi. 8-kuni keyin yo'ldan o'tdik, u tomonga Ukrainaga keldik. Ukrainaga kelib endi deyarli boradigan joyimiz yo'q. Qayerga boraylik, nima qilsak? Bir yo'lda bir tanishib qoldik bir ayol bilan. Aytdim, men Polshaga ketyapman. Agar xohlasanglar birga ketamiz dedi. Keyin ketdik deb Polshaga qarab yurdik. Polshaga bordik, endi ham na tanish bor, na yaxshi o'zimizni musulmon yigitlar kutib olishdi. 3 xonali kvartirada 5 kun yashadik. Endi aqa qaradik, baqa qaradik. Hech kimni tanimaymiz, hech kimni bilmaymiz. Keyin o'sha Xersonda bo'lgan do'stlarimiz ular Gamburgga ko'chib ketgan ekan. O'sha urush paytida ketgan, ular oldinroq chiqib ketgan.
Shular aytdi, kelinglar bu yerga dedi. Biz deydi yordam bera olmasak ham yo'l urug'ini ko'rsatish mumkin. Nima qilish kerak, qayerga borish kerak deb. Keyin Varshavadan vokzalga borib, hamma yoqda volontyorlar uchradik. Aytdik, biz mana shunaqa Germaniyaga bormoqchimiz desak, yarim puliga bilet qilib berdilar. Er xotin Berlinga qarab yurdik. Berlinga keldik, u yerda yana volontyorlar kutib oldi. Aytdi, kim boradigan joyi bo'lsa bu tomonga o'tsin, bormaydiganlar, qayerga borishni bilmaydiganlar bu tomonga o'tsin. Endi biz Gamburgga deb bir tomonga o'tdik. Qayerga borasizlar? Gamburgga. Bo'pti, dokumentlarni bering dedi. Dokument topshirdik. Yarim soatdan keyin bizga bepul bilet olib kelib berdi. Mana Gamburgga borsangiz, o'sha yerda sizlarni kutib oladi dedi. Gamburgga keldik. Kecha soat 12da kelganmiz. Biz bitta adresni bilamiz. Mana shu adres haligi qochoqlar lageriga borish kerak. Qani endi biz o'zimiz O'zbekiston, Ukrainadagi vokzaldagi kutadigan xonalar bor, nimalar bor, kreslolar bor, o'sha yerda o'tirib dam olib turamiz deb butun vokzalni aylantirsa, bu yerda unaqa joy yo'q ekan o'tiradigan. Nimaga desa, bu yerda poyezdda, elektrichkada kelib, boradigan joyga 10 minut oldin kelib o'tirib ketaverar ekan. Unaqa bizda 3 soat, 5 soat kutish yo'q ekanda. Keyin aylanib Aqaborda keyin spravочныйga borib adres ko'rsatsam, mana shuncha qog'oz yozib berdi, qanaqa transportda borish kerak. Qani endi edi, na avtobusi nom bor, na metro nom bor. Hammasi nemis tilida yozilgan. Keyin nayloj taksiga bordik. Taksiga borib, mana shu adres desam, tushunishim bo'yicha счетчик bo'yicha qancha yozsa, shunchaga olib boraman dedi. Men aytdim, bu hiylani biz bilamiz. Shaharni yarmini aylanib, mana shu kelsa nima deysan? 100 euro desa nima deysan deb qaytdik. Yana yurib, keyin bundoq qarasam, musulmon sifat ko'rindi yigit. Assalomu alaykum desam, va alaykum assalom dedi. Endi musulmi, haligi bilmayman, nemismi, kim nima, biz tilda gaplashmaydi. Keyin adresni bersam, men deb telefoniga qilib nima qarab ko'rsatdi. 15 kilometr bo'ladi, 40 euro bo'lar ekan. 2 soat o'sha 2 ga qarab ketyapti. Men aytdim, ketdik, iloji yo'q deb. Yaxshi o'shanga o'tirgan hamkamiz to'g'ri o'sha lagerni eshigini tagiga olib kirib, o'zi ko'rsatib, chamadonlarni yordam berib, olib kirib o'sha yerga joyladi. Kirdik, darab haligi vaksinani tekshiruvni ko'rsatdi, haligi proba olib, kasallik yo'qmi deb. O 22-yil bo'layotgan narsa, как раз epidemiyadagi. Shunaqa qilib o'sha yerga kirib joylashdik. Bitta xonada 16 kishi kravatlarni qo'yib qo'ygan yarısli. O'sha yerda 20 kun yashadik keyin. Har bittamizga hujjat bergan, plastik karta. Chiqib ketganda biz chiqib ketyapmiz deb atmetka qilasiz. Qaytib kelganingizda atmetka 3 mahal ovqat beradi. Yaqin 300-400 kishi o'sha yerda, hamma millat bor. O'ris ham bor, o'zbek ham bor, arablar ham bor. Kim desangiz hamma nima borda, juda ko'p odam. U yerdan keyin yangi yashaydigan joy o'sha dokumentlarimni qilib berdi, vizalarni qilib berdi, Ukraina qochog'i hisobida. Keyin u yerdan sport zalga olib borishdi bizda. Aytishdi, bir 3 kun mana shu yerda yashab turasizlar dedi. Endi sport zalda 100 kishi o'sha raskladovkalar qo'ygan, nemislarga молодец. Hamma nimalar yangida, mana постельный bелье, yostiqlar, hammasi shuni upakovkadan ochib, o'sha yerda ham 3 mahal ovqat, hamma ertalab ovqatni ham turklar tayyorlaydi. O'zimiz musulmon ovqatlar, halol ovqatlar, chiroyli ovqatlar berib, o'sha paytda biz endi hujjatlar bilan shug'ullanamiz. Mana job centerga joylashish kerak, pensionniy fond, shu bir oy o'sha yerda shu ishlar bilan shug'ullandik. U yerdan keyin bir oy bo'lgandan keyin 3 oy 3 kun deyishdi, bir oyga cho'zilib ketdi. Undan keyin bizga yangi adres berishdi, mana shu yerga borishinglar kerak.
bordik, u yerda bizni ham nemis ayollar kutib oldi, juda chiroyli. Tilni bilmasangiz ham kulib, quchoqlashib, chiroyli shunaqa gaplashadi, молодец ularga. Keyin bir kottejniy garodokka o'xshagan bir 7 ta uy joylashgan ekan, 2 qavatlik. Har qavatda 7 tadan xona, 2 kishilik. Hojatxona alohida ayollarga, alohida erkaklarga, keyin oshxonasi bor. Kelishimizga ular ham yangi hamma pastelni, bilyon, matras hammasini yangi berib bitta korobkada idish tovoqlargacha olib keldi. Hammasi yangi upakovkada, skоворodka, idish tovoq, nima xo'jalikda nima kerak bo'lsa hamma narsasi bor o'sha yerda. Shunaqa qilib o'sha yerda 2 yil yashadik. 2 yil o'sha orada maktabga bizni yozishdi. O'qishga qatnab, til o'rganib. Undan keyin aytishdi, agar xohlasanglar dedi, ariza bersanglar, joy ajratadi sizlarga, kvartira beradi. Bu yerda bir kishiga 45 kvadrat bo'lish kerak ekan bitta odamga. 2 kishi bo'lsangiz, yana 15 kvadrat qo'shiladi 60. 3 kishi bo'lsangiz, yana 15 kvadrat 75 bo'lar ekan. 2 kishi bo'lsangiz, o'sha 2 ta xona bo'lish kerak ekan kishi. Har bir kishining o'zini alohida xonasi bo'lish kerak. Eri xotinmi, kim bo'lsa ham bir xonaliga 2 kishini qo'ymas ekan bu yerda. Tushunishim bo'yicha mana shunaqa ekan. Biz izlab arizalarni yozib, internet orqali o'qtirib iyun oyida kvartira ishlashni boshladik. O'sha sotsialniy jilyo deydi, o'sha nimalarga beradi, puli yo'q nima odamlarga. Ariza ham 3 oy ichida 100 ta kvartiraga ariza berdim. E'da reklama chiqadi, mana shunaqa kvartira, nechta xonasi bor, qancha kvadratura, ichida nima bor, hamma rasmlarni chiqarib qo'ygan. O'shanga ariza tashlaysiz. Qabul qilsa, keyin sizga xat keladi. Men kelib ko'rib ketang shu joyni. Kelasiz, endi haligi tanlovda 20 ta, 30 kishi qatnashadi. O'shalardan bir kishini tanlaydi bular. Endi birinchilarda yoz payti edi, biz endi yengil kiyinib, sal nimaroq bo'lib 3 ta kvartirani borib ko'rdik. Keyin kvartirani ko'rsa yo'qsa, keyin sizga SMS keladi, kvartirani ko'rdingiz, yoqdimi yo yo'qmadimi? Yo'qdi desangiz, unda yana grafa chiqadi, dokumentlarni kiritib, keyin tagida nemis tilida yozish kerak. Nimasi yo'qdi, nima uchun sizga kvartira kerak, hammasini yozib berishingiz kerak. Shunaqa qilib yozib, nima qildik? 3 tasidan javob kelmasa, demak siz o'tmadingiz deganda. Oxir mana shu kvartiraga keldik. Bu paytda sal o'sha sentyabr oyiga yaqinlashib qolganda kostyum shim kelib, chiroyli kiyinib, er-xotin keldik. Kirib ko'rdik, endi koshonada, endi biz yashagandan keyin bu juda koshona joy, hamma oppoq, chiroyli, remontlar qilingan, keyin uy o'zi yangi ekan, 2014-yilda qurilgan uy ekan. Kirib ko'rdik, hamma yo'qdi, ha rahmat, yo'qdi hammasi deb ketdik. Endi na xayol bor, bu tegishi bizga bunaqa uy tegmaydi deb chiqib ketdik-da, mo'ljalda. Keyin SMS keldi, u yo'qdimi, yo'qmadimi deb. Endi xat yozish kerak-ku. Keyin искусственный intellektga tushuntirdim. Mana shunaqa biz dedim Ukrainadan kelganmiz, 2 yildan beri lagerda yashaymiz. Biz kvartira ko'rdik, bizga yo'qdi. O'sha kvartira bizga kerak. Biz qarab qoldik. Maktabda o'qiyapmiz, til o'rganyapmiz, lagerda sal to'palanroq, charchayapmiz deb tushuntirdim. Keyin intellekt chiroyli qilib nemis tilida xat yozib berdi. O'sha xatni keyin tashladim uyga. Tashladim, esdan chiqdi, o'yladim shu bilan bo'ldi deb. 4 kundan keyin SMS keldi. 30-sentyabr kuni uyga kontrakt tasdiqlagani kelinglar edi. Aytdim, xo'p, bizga dedim, davro berishibdi desam,
ya bo'lishi mumkin mana nima 30-ga kelasizlar iloji bo'lsa o'zinglar bilan bitta tarjimon olinglar kontrakt tuzishda hamma narsa договорni tushuntirib berish kerak-ku nima qanaqaligini 3 kundan keyin o'sha 30-ga bordik bitta tarjimon oldik o'zimizdan borsa hali ayol kutib olib man xavotir 3-4 marta menga yozdi mana shu kuni keling dedi man endi aytyapti tushunarli deb u mandan javob ha biz kelamiz degan javobni kutgan ekanman xayolga ham kelmagan borsam man xavotir olib sizlar kela olasizlarmi tarjimon topa olasizlarmi o'zinglarga deb nemis ayol juda chiroyli mana unda papkani berib mana dogovor hali tarjimon hammasi tarjima qilib nimaga bizni haqqimiz bor nimaga haqqimiz yo'q hamma nimalarni tushuntirib keyin shu bilan mana bizga mana shu kvartira tegib tasdiqlanib mana xudo xohlasa mana 4-5 oy bo'lyapti mana shu yerda yashayapmiz endi xudo xohlasa mana uyimiz bor o'zimizni imkoniyat bor tanlagan mana yo'g'ri birodarlar kelsa xotirjamroq qabul qilib mana endi 2 xonalarda o'tirgan bilan joy bor xolos endi 3 kishi bo'lsa уже tor bo'lib qolardi mana bu yerda mana xotirjam bo'lib o'zimiz ukalarimiz mana kelib turadi mehmonlikka Tohirjon Germaniyaga ketdilarda bizni jiyan Ma'murbek aytib qoldilar men aytdim darrabda o'zimizni nimamizni bir ko'rishaylik deb mana imkoniyat bo'ldi sizni ham ko'rishga juda xursand bo'ldik.